bugun Bekoboddan bitta xohlasa bomba bo'ladi deyolmayman. Samimiy advokatimiz beramiz. Chiroyli bo'ladi, xudo xohlasa. Orada fayz bor, duo qilinglar, chiroyli. Assalomu alaykum. Keling assalom. Qanday tashibsiz? Kunlarning birida hurmatli ulug' insonlarimizdan birlari bo'lmish va jon akamizni oilasida katta shodiyona, katta nikoh to'yidan oldingi bo'ladigan qiz bazmi dasturxoniga barchalarga xush kelibsizlar deymiz. Qadimiyga sanat albatta har bir ishni o'z boshi va oxiri bo'lgani singari kelinglar. Bugun kechamizni ochib berish davramizni markaziga hurmatli ulug' insonlarimizdan birlari bo'lmish Sharafjon akamizni davramizni markaziga taklif etsakda davramizni tayyor qilibdilar. Barakalloh. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Umringiz uzoq bo'lsin. Chiroyli ochib bering davrani.